Akalar 200 hamda 300 dollarga nima mashina Xodi avtodan xarid qilsa bo'ladi? Kelinglar bitta ko'rsataman sizlarga. Faqat yaxshi avtomobillarni tavsiya qilaman. Qurtlab ketgan, bankdan qaytgan, aytadi-yu 12 minglik mashinani 15 ming bankka tiqadi degan gaplar bor. Unaqa narsa yo'q. Xodi avto sizga bu narsani tavsiya qilmaydi va ravo ko'rmaydi. Bu narsani inobatga olinglar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka 4-pokoleniya metan gazlar bilan 4 yumshoq valvlari bilan mashinaning holatlari ideal. Korobkasi, motori, hadoyi Любой siz bilan keling, mashinani tekshirib olsangiz ham bo'ladi, lekin o'zimiz ham mashinaga javob beramiz. Bundan tashqari mashinaga aytiga okalar 300 dollargina xarajat qilib olib kelasiz. Bitta pasport bilan 11 ta viloyatga, Andijon viloyatidan tashqari bemalol kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda Andijon viloyatlariga banklarimiz bermayapti okalar. Budan qo'limizning narsa emas, lekin xudo xolasa tez kunlarda yangilik qilaman. Bu narsaga va'da beraman sizlarga. Xo'p, 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 4-pokoleniya metan gazlari bilan mashinaning holatlari ideal holatda. Bitta pasport bilan kelasiz, atiga aka 200 dollargina pul bilan keling. Mana shu avtomobilni nomingizga chiqarib beraman. Nomer taqib beramiz, notarius qilib beramiz. 200 dollar ichida. Bo'ldi, boshqa rasxod qilmaysiz, tushunasiz, 200 dollar berasiz, pasportingizni berasiz, mashina nomingizga o'tadi. Shundoq. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa rasxod yo'q. Cobalt 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 4-pokoleniya metan gazlari bilan mashinaning holatlari ideal holatda bo'lib turibdi. 4 ta yaxshi balonlarda turibdi, mashina polirovkadan chiqdi, xullas tayyor holatda. Atigi 300 dollargina pul bilan kelasiz, Xodi avtodan kelib turib, mana shu avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi, okalar. Boshqa rasxod yo'q. 200, 300 bo'ldi. Hech narsaga boshqa kerak emas. Bundan tashqari shuncha mashina turibdi. Bularni ham Telegram kanaldan ko'rsangiz bo'ladi. Telegram kanalda oylik to'lov, batafsil ma'lumotlar bilan polni keltirib o'tilgan. Manzilimiz ham shu Telegram kanalda bor. Joningiz sog' bo'lsin, podpiska bilan, like bilan qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun kattakon rahmat. Xodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat qildi.